2026 yilgi Chevrolet Corvette Uplander modeli Chevrolet uchun tayyorlangan ushbu video skriptida sport uslubi va oilaviy qulaylikni birlashtirgan zamonaviy transport vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Bu avtomobil yangi dizayn tili, yaxshilangan aerodinamika va yuqori sifatli materiallar bilan ishlab chiqilgan bo'lib, haydovchilarga ham, yo'lovchilarga ham yuqori darajadagi qulaylikni taqdim etadi. Old qismi agressiv ko'rinishga ega bo'lib, LED faralar va keng radiator panjarasi orqali yo'lda o'ziga xoslik yaratadi. Yon tomondan qaralganda, sport avtomobilining past silueti minivan funksionalligi bilan uyg'unlashib, kundalik foydalanish uchun qulay shakl hosil qiladi. Ichki makon keng, yorug' va ergonomik tarzda tashkil etilgan bo'lib, har bir tugma va boshqaruv elementi haydovchi uchun qulay joylashtirilgan. O'rindiqlar yumshoq, lekin yetarlicha qo'llab-quvvatlovchi bo'lib, uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytiradi. Orqa qatordagi o'rindiqlar buklanadigan bo'lib, yuk tashish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi. Raqamli asboblar paneli va katta sensorli ekran multimedia tizimini boshqarishni osonlashtiradi. Navigatsiya, musiqani boshqarish va smartfon bilan integratsiya imkoniyatlari bilan jihozlangan. Dvigatel qismi ham sezilarli darajada yangilangan bo'lib, kuchli va tejamkor ishlashni ta'minlaydi. 2026 yilgi modelda yangi avlod dvigatellari qo'llanilib, yoqilg'i sarfini kamaytirish bilan birga yuqori quvvat va tezlanish imkoniyatini saqlab qoladi. Avtomat uzatmalar qutisi silliq almashishlarni ta'minlab, shahar va avtomagistral sharoitida qulay haydash tajribasini yaratadi. Osma tizimi esa yo'l notekisliklarni samarali yutib, silliq yurishni kafolatlaydi. Xavfsizlik tizimlari ham eng so'nggi texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan. Avtomobil adaptiv kruz nazorati, favqulodda tormozlash tizimi, kor joylarni aniqlash, yo'l chizigidan chiqib ketishni ogohlantirish kabi funksiyalar bilan jihozlangan. Bu imkoniyatlar haydovchiga ko'proq ishonch beradi va